O'zbekiston milliy terma jamoasi Kongoga yutqazsa ham biz shunaqa deymizmi? Hammasi oldinda zo'r, malades, muhimi muzqaymoq yeb qaytib keldik deymizmi? Nima deymiz to'g'risi? Mana shu tomonni o'ylantiradi. Bitta narsani bilib olishimiz kerak-da bizlar. Kolumbiya bilan uchrashuvda, bo'lib o'tgan uchrashuvda 3-1 ga hech kim gapirmadi, e'tiroz bo'lmadi. Chunki yigitlar boricha harakat qildi-da u yerda. Lekin kechagi uchrashuvda harakat qilmaganligi uchun negativlar kelyapti. Biz shunda ham qoyil, hammasi joyida, hammasi zo'r deyishimiz o'zi bu xato emasmi? Hamma uni qo'llab-quvvatlasa ham bo'lmaydi. Kimdir ularda tergab turish kerak, kimdir ularga negativ bildirib turish kerak. Hamma o zo'r, birinchi sinf bilan 11-sinf o'ynaganday bo'ldi. Portugaliya kuchli edi va hokazo va hokazo. Gap yo'q, kuchli edi. Hech kim undan g'alaba kutmayotgandi, lekin munosib o'yin kutayotgandi. Darvozabonga umumiy hisobda XG da 2.8 ta goldan 5 ta gol o'tkazyapti. Qanaqa qilib unga e'tiroz bo'lmasligi mumkin? 4-0 paytida 4-0 yutqazyapmiz. Nimagadir Abduvohid Ne'matov yotib olib vaqt cho'zyapti. Va biz 5-golni o'tkazdik. Odilbek Hamrobekov 2 ta golda aybdor edi. Dastlabki 2 ta golda aybdor edi. Jarima zarbasini ham shu qilib berdi. Birinchi golda ham o'sha Odilbek Hamrobekov yaratib berdi. U Ronaldoni o'tkazib olib, Cannavaro'ni aybi bu. 2 ta tushirgan o'yinchisi oqlamadi o'zini o'zi. Mabodo qishloqda bo'lsangiz, hech bir molingizni yo'qotib ko'rgansiz? Dadangiz kelib hammasi joyida, o'g'lim mol topiladi desa, siz ikkinchi marta yana mol yo'qotasiz. Tushunyapsizmi? Agar tergab turmasa uni kimdir gapirmasa unga, o'sha nima edi, yo'qotgan molingizni ikkinchi marta yo'qotmaysiz agar dadangizni kaltak bilan kutib olsa. Xalq ham shunaqa tergab turish kerak futbolchilarni. Munosib o'ynaganda gap yo'q edi. 5-0 bo'ladimi, 6-0 bo'ladimi? Bizda ham vaziyatlar bo'lib ura olmay, hech bo'lmasa kuchi yetmay bir tortishib, provokatsiya qilib, qanaqadir bir jarimalar qilib, qo'pollik o'ynab bir yonmadi-da o'yinchilar, yonmadi. Manchester Cityda o'ynaydigan bir yigitimiz bor mana, Abduqodir Husanovga faqat rahmim keldi. Uchrashuvdan keyin yig'layapti yigit. Uchrashuv mobaynida xo'rligi kelyapti. Terma jamoa uchun mana shu yigit yonyapti-da. Qolganlarda mana shunaqa reaksiya ko'rmagandan keyin odamda asab buziladi. Odam unga negativ bildirgisi keladi va bildirishga haqli. Ular birinchi marta jahon chempionatiga chiqyapti. Endi bo'ldi, nima bo'lsa ham bo'laveradi emas, borib munosib o'ynab kelish kerak. Harakat qilish kerak hech bo'lmasa. O'sha joyda men futbolchilardan reaksiya ko'rmaganim uchun asabim buzilyapti. Bunaqa bo'lmaydi endi. Bu darajada bo'lmaymiz. Ertaga biz Kongoni yutamiz deb qo'yadi. Kongoga ham erta kamida 3-0 bo'ladi bu ketishmada. Kongo Kolumbiya bilan 1-0 o'ynayapti, Portugaliya bilan 1-1 o'ynayapti. Kongoni 11 ta futbolchisi Angliyada o'ynaygan, chet elda o'ynaygan. Sen uni tarixini ko'rdingmi? Ular hammasi pasport olgan futbolchilar, yaqinda pasport olgan, bir-biri bilan tuzuk o'ynamagan futbolchilar. Biz necha yildan beri bitta tarkib bilan o'ynayapmiz. Mayli bir harakat qilishimiz kerak deb, imkoni yo'q narsani o'zi yo'q. Aytayapman, o'sha Kolumbiya bilan bo'lgan uchrashuvda agar shunaqa natija bo'lganda biza qabul qilardik, chunki yigitlar borini berdi o'sha kun. Yugurdi. Kecha shunaqa narsa bo'lmay, uchib qoldi. 3-0, 4-0 bilaman, motivatsiya yo'q, lekin bilmadim men. Balki O'tkir Yusupov tushirib ko'rish kerak desam, u ham teshik bo'lishi mumkin. Biz har doim varadalarimizda muammo bor. Nestrovdan keyin oldin Bugalaydi, keyin Nestrovdan keyin biz yaxshi darvozabonga yo'l ochmadik. 3-o'yinda kimni tushirishni ham bilmaydi. Bilmadim, yaxshi darvozabonlar bizdan yetib chiqmayapti, lekin bu ham muammo aslida olganda. Baribir o'ta ayanchli uchrashuv bo'ldi. O'ta sharmandali uchrashuv bo'ldi. Men o'yindan keyin ko'rsatmadi bizga kim Bernardo Silvaning futbolkasi yo'q edi. Abduqodirning oldiga ovutgani kelgan payt futbolkasi yo'q edi. Kim qaysi bir futbolga so'radi ekan shu payt? Vataning 5-0 yutqazib turgan payt kim futbolga almashdi ekan shu? Borib olib, kim Ronaldo bilan rasmga tushdi ekan? Agar shuni ko'rsam, to'g'risi, umuman hazm qila olmayman. Qolgan narsa bo'lar. Keyingi o'yinga omad endi nima qilamiz? Baribir shu mamlakat bizniki, shu futbol bizniki. Yana ularga muxlislik qilaveramiz. Kecha butun O'zbekiston futbol bilan yashadi. Bizda aytayapti-ku, mana dunyoning bir chekkasidagi mamlakatlar ham O'zbekistonni tanidi. Sport zo'r narsa, sport dunyoga tanitadi. Qoyil, qarsak, qoyil. Rostdan qoyil. Lekin bizda bor-ku, futbol bilan tanimaslik kerak, tushunyapsizmi? Amerika futbolda zo'r emas, butun dunyo biladi. Deylik, Singapur mana futbolda zo'r emas, birorta sportda zo'r emas. Singapurda butun dunyo biladi. Chunki u mamlakatlar rivojlangan, boy, xalqi yaxshi yashaydi, innovatsiyalar zo'r. Bizlar ham ilmda bir nima deydi, boshqa rivojlanganlikda, texnikada birinchi o'rinlarda bo'laylikki, sport bilan tanilish uchun hech qanaqangi bizda yo'l qolmasin. Shunday ham taniqli bo'laylik, sportni maza qilib tomosha qilib, biz barcha narsalarga erishib bo'lib, iqtisodiy yaxshi joyga kelganimizda sport bizga shunchaki, tomoshaga, futbol bo'lyapti. Yutqazib qo'ydingmi? Gap yo'q. Lekin
hozir xalqni boshqa ovunadigan narsasi yo'q. Demak, buni tushunib futbolni sal yaxshilashimiz kerak.